Jonlar, Hazreti Odam urug'ini tuproqqa qadagan ilk odam edi. Ya'ni dehqonlarning piri. Shit alayhissalom esa to'quvchilarning piri. Hazrati Idris ninani ilk bor ijod qilgan inson. Ninaning teshigini ochib, undan ilk bor ipni o'tkazgan kishi. Ya'ni tikuvchilarning piri. Hazrati Nuh esa katta kemasoz edi. Ya'ni kemachilik va kemachilarning piri. Bu hammaga ma'lum emasmi? To'fonda kemani kim qurgan deb o'ylaysiz? Hud alayhissalom esa tujjor bo'lgan, odamlarga tijoratni o'rgatgan, tojirlarning piri. Hazrati Lut esa tarixchi edi, tarix ilmining piri. Yusuf alayhissalom esa soatni ilk bor ijod qilgan kishidir, hamda juda yaxshi dehqondir. Sulaymon alayhissalom esa misgarlarning piri. Hazrati Harun temirchilarning piri. Shu bilan birga qo'shinlarga tartib bergan qo'mondon, askarlarning piri. Ahillik ishi tijorat ishi emas. Manzaraga mana shu darichadan boqmoq lozim, jonlar. Pirim Mas'ud afandi sizga ahillik sirini aytib beradi. Bizniki quruq gap bo'ladi, lekin yaxshilab qaralsa ko'rinadiki, masala ishni ibodat holiga keltirmoqlikdir. Modomiki yer yuzi mo'minlarning masjidi ekan, ushbu do'konlaringiz ham bundan ayro emas. Modomiki xalqqa xizmat, haqqa xizmatdir, u holda xizmatni to'g'ri qilish ham ibodatdir.